Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotgan Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och qishlog'ida joylashgan Oztakani fermasiga kelgan yana semental partiya mollarimiz bor. Xudo xolasa shularni ko'rsatib, narx haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bugungi 11-mart hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Shunaqa zotli mollarimiz bor. Xudo xolasa sementalni tozasini fermadan olaman, 100 taligini deganlarga, zotga, bolaga olaman, astrskiy olaman deganlarga, astrskiy, rossiyskiy olaman deganlarga rossiyskiy sementallarimiz ham bor. Mana jussasi kichikroqdan olaman deganlarga bunaqasidan ham bor. Yirigidan olaman deganlarga Xudo xolasa o'ta katta gigant sementallarimiz ham bor. O'z bilasizlar, bu fermada mollar ko'p chiqaryapmiz bu fermadan mollarni. Bo'zay olaman deganlarga bo'zay ham, shvedlarda ham tozalari kelgan ichkarida. Bo'zaydan tortib buqasigacha, Xudo xolasa sigirlari hamma turidan mavjud. Video davomida semental buqachalar bor 4 ta. Yoshidan olaman deganlarga ularni ham oxiriga qo'shib qo'yib yuboramiz. Xudo xolasa mana ancha-muncha buqadan katta sementallar bor. Ko'ryapsizlar. Zot baribir zot. Endi bularni pardozi qilinmagan. Chunki asosan bular hozir bolaga tashalgan. Ba'zilari bo'g'oz, ba'zilari gumon. Shunaqa holatdagi mollar. Shuning uchun ozroq e'tibor bermaysizlar joylariga, chunki mana shu holatda boqiladi. Turgisi kelmayapti. Bular turgizish qiyin. 40 ga yaqin mollarimiz mavjud. Assortiment ko'p. Narxiga keladigan bo'lsak, bu mollarning narxi 32 milliondan boshlab 44 milliongadir narx aytilyapti. Endi mollarni katta, kichigiga qarab narxi o'zgaradi. Asosan bu yerda 37 million, 38 millionga ish bitadi. Ko'proq oladiganlar masalan xayri bor. Bu aytilayotgan narxlarni xayri bor. Mana o'ta gigant, xudo xolasa 44 milliondan deyilyapti kattalar. Lekin bu ham shu sotilish narxi emas, aytilishi. Xudo xolasa xayri bor. Mana bo'ylari 1.35, 1.40 atrofida. 1.40 dan ham baland sekili. Mana orqalarini ko'ryapsizlar. Qanaqa gigant mollar. Katta mol shunaqa bolani ham katta beradi. Mana o'rtacha sredniy mollar. Shular 37-38 atrofida bitadi. Mollarni yeb ichishi, sog'ligi, hamma yo'g'iga Oztakani o'zi hamma yo'g'iga garantiya beradi. Shu
olishni yaxshi tarafi ham shu. Ya'ni fermadan olsangiz sizda garantiya bo'ladi mollarga. Ertaga kasal bo'lsa yoki boshqa bir holat bo'ladigan bo'lsa, kelasiz, yo pulingiz qaytariladi yoki molingiz almashtirib berilaveradi. Bu taraflama muammo yo'q. Chunki bularda javobgarlik bor. Oldi, sotdi, ketdi. Ertaga tanimaydigan odamingiz emas. Mollarning holatini ko'ryapsizlar. Shunga qarab kelasiz, tanlaysiz. Tayyor bo'g'ozlari ham bor ichkarida va tuqqan, yaqinda tuqqan mollar ham mavjud. Unaqa olaman deganlarga